Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Andijon shahridagi yana bir obyektimizni rekonstruksiya jarayonidamiz. Xudo xolasa bu obyektimiz 200 kvadratdan oshiqroq. Bu obyektga tanlangan sovuqligiga большой skol, fasadiga lazer toshimizdan tanlangan двухсвет. Bu xonadonimizni hozir obzor qilib qo'yamiz. Xudo xolasa kutgandan keyin yana bir chiroyli qilib video olib qo'yamiz. 以前的回忆变成上瘾的痛，快乐的被你没收，心被带走。无数个失去你的夜晚，我越向往越是爱。发了疯的想，请别让爱掉落，别敲醒我的梦，能不能继续纠缠我？孤独把我吞没，心快要被撕破，贪恋你温热的怀中。我知道感情没有道理可说，你还在原地拼凑打碎的梦。能不能再来爱我一次，就抱紧我，纠缠我，别让爱掉落。以前的回忆变成上瘾的痛，快乐都被我没收，心被带走。无数个失去我的夜晚，你越向往越是爱，又发了疯的想。年年口大鼻涕，年年口大鼻血，大不大内不停，年年马古马上，疼痛的漂流不，你的脸必须他。Xudo xolasa mana toshimizni ham birinchi partiyasi kelib oldi. Toshimiz двухсвет lazer. O'ta необычный. Ko'rib o'zingizlar baho bera olasizlar. Mana sovuqligimizni ham ustanobga qilish jarayoni juda go'zal chiqyapti. Laklangandan keyin undan ham tamay chiqadi. Shogird bolalar ham ishini ko'ramiz. Bekat jarayonini. Resinsalar shunaqa bo'lib kesilib qo'yiladi. O'zinglar ko'rib baho bera olasizlar. Mana shogird bolalarimiz ham bekat erishni boshlab olgan sovuq kunlarga o'zinglar bir baho berasizlar. Ko'rib